Voy, mashalloh. Komfortni qaranglar, o'rtoqlar, zo'rligini. Xudoga shukr. Endi savol o'rtoqlar, bunaqa komfortni o'zingizga ravo ko'rgan bo'larmidinglar yoki ota-onangizgami? To'g'ri, ota-onaga ravo ko'rgan bo'lardinglar. Chunki ularning duosi bilan siz komfortda yurasiz. Xuddi shunaqa komfort xohlovchilarga aynan elegant massaj do'konini tavsiya qilaman. Voy, jon rohati. Shundoq olib borasizlar, sizlarning o'rningizga ota-onaga xizmat ko'rsatadi. Sizlar o'sha vaqtingiz bo'lmagan paytingizda o'rninglarni bosuvchi vosita hisoblanar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin massaj qilishni ham haqiqisini o'rgatar ekan. O'zingizlar ham massaj qilasizlar, ham duo olasizlar, ham o'zingizlar ham uyga charchab kelganingizda foydalansanglar, zo'r narsa ekan. Elegant massaj o'rtoqlar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. 15 yillik tajribaga ega birinchi qo'l mahsulotni olib kirishadi. Toshkentda 3 ta filialligi bor ekan. Undan tashqari viloyatda ham filial bor ekan. Charchaganda rosa kerak bo'lar ekan. Borligiga shukr. Mabodo kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, men telefon raqam, profil qoldiraman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Elegant massaj showroom deman. Gap yo'q.